Jamoaga rahmat. Xo'p, birinchi iqtibosimiz bugun Jason Pargindan. Juda ham foydali iqtibos, menga ham juda katta yordam berdi. Sizlarga ham katta yordam beradi. Sizni mevangizsiz. Ya'ni siz o'zingizni mevangiz darajasidagisiz. Tushuntirib beraman. Odamlar o'zini ichki holatiga qarab, ichki tuyg'ulariga qarab, fikrlariga qarab, emotsiyalariga qarab baholaydi va o'zini yaxshi yoki yomon deb biladi. Lekin u boshqa odamlarga ochib bo'ladigan narsa emas. Ya'ni ko'pchilik aytadi, "Men yaxshi odamman, men qalbim toza, men zo'r odamman" deydi. Lekin hech kim uni tan olmayotgan bo'ladi, hech kimga pulini olib kelib bermayotgan bo'ladi yoki qizini bermayotgan bo'ladi yoki ish topa olmayotgan bo'ladi. "Nega men yaxshi odamman-ku" deydi. Juda ham yaxshi odam-ku, voy, men shunaqa yaxshi odammanki, bular bilishmayapti meni. Yoki juda aqlliman-ku, nimaga bilishmayapti deydi. Bilasizmi, sizni kimligingiz, asl kimligingiz, ichingizdagi tuyg'ular, ichingizdagi o'ylaringiz, odamlar uni bila olmaydi. Biograf, ya'ni xayollarni o'qiydigan qurilma yo'q hali, unaqa ishlab chiqarilmadi hali. Emotsiyalarni, ichkaridagi tuyg'ularni odamlar bila olmaydi, ko'rsatganingizni biladi xolos. Siz o'zingizni bergan mevangizsiz. Ya'ni bu dunyoga nima beryapsiz? O'sha sizsiz. Qadringiz o'sha darajada, foydangiz o'sha darajada. O'tirib bir o'ylang. Ya'ni bu nimaga o'xshaydi? Uyingizda bir daraxt bor. Gilos daraxti, mana hozir gilos pishib, tugab bo'lgan paytda o'riyni aytsak bo'ladi, shaftolini aytsak. Shaftolini payti hozir shaftoli daraxti bor, ekib qo'ygansiz. 10 yil turdi daraxt. 1 gram meva bergani yo'q. Faqat shu o'sadi, bir bay to'kadi, tekinni sipirasiz, suv qo'yasiz, joy oladi. Shu bu chop tashiyman bo'ldi, birorta meva bermadi desangiz, chopmoqchi bo'lsangiz daraxtdan ovoz keldi. Men yaxshiman, bilasanmi, men qanaqa, men sen haqingda qayg'uraman. Men sen eganga rahmat etaman doim, men sen haqingda o'ylayman. Deyapti. Menga qarab, baraka topib, bunaqa bo'lsa meva berishing kerak edi deysiz-da. Masalan, shaftolisan-ku, meva berishing kerak edi. Shaftoling uchun ekkanman deysiz. Xuddi shunaqa insonlarga siz nima, odamlar sizdan nima olyapti? Bir yaxshi o'qituvchi bor, inson bor, tasavvur qiling, maktabingizda yaxshi inson, yaxshi ota, juda ham yaxshi odam, odamlarga haqida yaxshi fikrlab yuradi doim, lekin darsni yaxshi bera olmaydi. Darsi zerikarli. Siz uxlab o'tirasiz darsida. U insonni yaxshi ko'rmaysiz. Bo'lmabdi, yaxshi odam emas, yaxshi o'qituvchi emas deysiz. Uni yaxshi insonligini farqi yo'q, chunki siz uni darsida zerikib o'tiribsiz. Ya'ni u dars bera olgan miqdorichalik yaxshi inson. Dars bergan miqdorichalik sizga foydali inson. Ana shu uni mevasi. Ana shu uni qadri. Bir do'stlarimiz bilan yig'ildik tog'da. Bir do'stimiz aytdi. "Men dedi, ovqatni bo'ynimga olaman" dedi. "Dimlama qilman, zo'r qilib qo'yveraman sizlarga" dedi. "Bo'pti, deb berdik dimlamani." Gazovchida nimadir bo'ldi, 4 soat bechora rostdan ovora bo'ldi, 5 soat ovora bo'ldi. Ertalabdan o'tinni yoqib, sabzavotlarni tozalab, go'shtlarni mayda qornlarim ochuvda hozir tasavvur qildim. Qisqasi harakat qildi. 5 soat haqiqatdan men qarab turdim, ko'rdim, mehnat qildi. Keyin olib keldi. 5 soatdan keyin hidlari ham chiqdi orada bizga qituvlab dimlamani. Keyin olib kelsa, kuyib ketganda. Go'shtlari yo'q bo'lib ketgan, qattiq qirs-qurs qatir-qutur. Kartoshkalar ham kuyib ketgan. Ichida bir 2-3 ta olmon qolgan karam bor, keyin bitta sabzi bor, tepasida qolgan, butun qolib ketgan. Keyin bo'lmabdi dedik. Bo'lmabdi bu, nima bu dedik. Bu men 5 soat ovora bo'ldim, tepasida turdim. Men bilasizlarmi, qancha mehr berdim bunga. Bu ovqat, voy, men ovora bilasizmi, kartoshkasini artdim. Voy, men bu bozorligini ham o'zim qildim. Nima farqi bor? Yeyolmayapmiz-ku biz bu ovqatni. Go'shtini qara kuyib ketgan, kartoshkasini qara qotib ketgan. Ichida bir butun narsa yo'q. Bir adashib o'tda bo'tda sabzi chiqib qolgan, endi sabzi uchun yemaysiz-ku, dimlamani, sabzini xom yesangiz ham bo'ladi. Ya'ni xuddi shunaqa biz uni mehnatini ko'rinmadi bizni ko'zimizga 5 soatlab ovora bo'lgani. Chunki nimaga biz yomadik ovqatni. Xuddi shunaqa ishingiz o'xshamasa, siz odamlarga manfaatingiz tegmasa, siz foydali inson bo'lmasangiz, siz ularga meva bera olmasangiz, bu mevangizga qarab xulosa qiladi. Ichingizdagi fikrlarga qarab, ya'ni bizning qalbimiz toza, u qalbi ko'rolmaydi, baraka topib, qalbni pishirib bo'lmaydi. Qalbingiz tozaligini siz o'sha odam bir qiynalganda yordam berganingiz orqali ko'rsatasiz. U muammoga tushganda g'iybat qilmaganingizda ko'rsatasiz. U bir insonni bilan gaplashib turganda xalaqit bermaganingizda ko'rsatasiz. Pul kerak bo'lganda pul berib turganingizda qalbingiz tozaligini mevangiz orqali ko'rsatasiz. Daraxt yaxshiligini o'zini mevasi orqali ko'rsatadi. Oshpaz mahoratini ovqati orqali ko'rsatadi. Sartaroshingiz bor, tasavvur qiling, bordingizda. Yaxshi bola, juda ham yaxshi bola. Hech kim xafa qilmaydi, so'kmaydi.
bir sallamaydi, hattoki sizlab gapirib, yosh bolani ham, "Voy jonim, keling bolam, sizni olib qo'yaman" deydi. Lekin shu sochi qiyshiq oladi. Shundoq cho'lka deydimi, shu yerda nima deydi, bundoq qiyshiq qilib qo'yadi. Nima deysiz shu endi? Juda yaxshi bola. Ishi misol uchun chala, lekin o'zi yaxshi, hech kimga yomon muomala qilmaydi. Qanaqasiga buni siz yaxshi bola deysiz? Bir chochni to'zuv qilib ola olmayapti-ku. Xuddi shunaqa siz o'zingizni holatingizda ham. O'zingizga o'zingiz o'tirib savol bering, balki ro'yxat qiling tablitsa qilib. Вот konkretni man odamman, man boshlig'im meni tushunmaydi, o'zi iplos hammasi menga rosa ish beradi. Uydagilarim tushunmaydi, ota-onam meni his qilmaydi, ukalarim ham rasvo, o'rtoqlarimdan ham bir tiyin foyda yo'q. Tablitsa qilaylik, barak topib ko'ray. Excel tablitsa yoki Google Docs oching-da. Men nima berdim atrofdagilarimga? Вот mana men o'zimga o'zim foyda beryaptimman. Ertalab zavtrak nonushta qilyapman, har xil o'yinlar o'ynayapman, kino ko'ryapman, ishlayapman, pulimni o'zim sarflayapman, kiyinyapman, lekin mendan boshqa insonlar nima foyda oldi? Xo'p, boshlig'im menga berdi, nima berdi emas. Xo'p, men ishxonamga nima qotirib qo'ydim? Shu yozing spiska qilib, mana bu oy bunaqa qildim, bu yil bunaqa qildim. Men mana shu ichimdan mana shu holat o'tardi. Ya'ni men bir foydali ish qilyapmanmi o'zi? Shu bekorga pul olib yurmayapmanmi? Degan narsalar o'tardi-da, yillar davomida birinchi ishga kirganimda va bu juda ham qiynardi. Keyin bilsam hammani qiynamas ekan bu. Men kelib ketyapman-ku, shuni o'ziga menga pul to'lash kerak degan narsa bo'lib qolar ekan odamlarda. Men sizlarga hozir bittasini ko'rsataman. Mana men hozir sizlarga 2 yil davomida qilib yurgan ishimni ko'rsataman. Mana bu har hafta, har kuni ishxonamda qilgan ishlarimni qilib yozganman. Nima foydali ish qildim? Mana dushanba kuni kamroq, seshanba kuni ko'proq, chorshanba kuni o'rtacha, payshanba kuni ko'proq, juma kuni bitta ish qilganman. Ishxonam uchun foydali. Shanba kuni mana shuncha. Yakshanba endi dam bo'lgan, ishlamasdim, hech narsa qilinmagan. Va shunaqa yozib yurardim. Mana yillar davomida yozilgan, bu yoqqa o'tkazsak ham chiqadi. Mana chiqadi, bu yoqqa o'tkazsak ham chiqadi. Ya'ni bu narsani yillab davomida yozgan nimaga? Chunki ichimdan o'tardi. Foydali narsa qilyapmanmi o'zi? Mendan foyda olyaptimi shu odamlar? Shuncha pul to'layapti menga. Mana shu tablitsani qilishimiz kerak. Hatto bu har kun qilmaylik, mana qiyin bu narsa. Men qiynalganman o'shanda. Lekin hech bo'lmasa o'tirib hozirgacha bo'lgan hayotimizda, mana do'stim bor, do'stim deyman shuni. O'rtog'im, do'sting kimsa, shuni aytaman kontaktimda qadrdon, jigar, родной, friend, FFPFF deb yozib tashlaganman. Bilmayman, hamma har xil yozadi. Nima foyda oldi shu mendan shu kungacha? Bir qiyin paytida qo'llab yordimmi, uyga borib hasharda xizmat qildimmi? Yoki bir tekinga bir qaysidir ishini qilib berdimmi? Yozing, ishxonangiz uchun yozing, oilangiz uchun, ota-onangiz uchun nima qilib bera oldingiz? Ya'ni mana shu bizni mevamiz. Mana shu bizni kimligimiz. Endi kimnidir hurmat qilasiz, tabiiy. Hayotda hurmat qiladigan odamlaringiz ko'p. Eslang, nimaga hurmat qilasiz shu odamlarni? Ota-onangizdan boshlaymiz. Hayot kelishingizga sababchi bo'lishdi. Qarindoshlaringizdan eslaymiz. Qayerdadir nimadir qo'llab yuborgan, yordam berib yuborgan, qiyin paytda maslahat bergan. Do'stlaringizni eslaymiz. Nimaga shu do'stingiz qayerdadir turib bergan, himoya qilgan sizni, o'qituvchining yonida ayab qolgan yoki doim yoningizda bo'lgan, ishlaringizga yordam bergan, pul olmagan. Ustozlaringizni yaxshi ko'rishingiz mumkin. Qancha ilm bergan, qancha xatolardan saqlab qolgan sizni. Ish o'rgatgan masterlaringizdan deymiz, master shifularingizdan rahmat deysiz, ish o'rgatgan, xatolaringizni to'g'rilab turgan, kasb bergan, pul topasiz shuning orqasidan. Ya'ni hurmat qiladigan, istalgan insoningizni qalbi uchun hurmat qilmaysiz. Ya'ni qalbi uchun hurmat qilasiz, tabiiy. Lekin u qalbidan siz foyda olgansiz uni. Sizga yaxshi bo'lgan. Ilmi uchun hurmat qilasiz, lekin ilmmi sizga foydasi bo'lmasa, nima undan naf? Demak, bizni yaxshi yomon insonligimiz, bizni qalbimiz tozaligi. Biz endi qalbimiz toza, biz yaxshi odammiz, yo'q, unaqa emas. Yaxshi bo'lsangiz nima yaxshilik ko'rdi hayot sizdan, insonlar sizdan. Mana shu qadrli insonlarning hammasi sizga foydasi tekkan odamlar, o'ylab ko'rsangiz. Hammasi. Bekordan bekor kimdir shuni qalbi toza yo'q. Yo sizga, yo siz yaxshi ko'radigan odamga foydasi tekkan bo'ladi. Demak, biz foydali bo'lishga harakat qilishimiz kerak. O'z atrofimizga ham qaraylik. Odamlar qadrlaydigan insonlar, eng qadrlilar bu eng ko'p foydasi tegadigan odamlar. Foydasi tegishni, eng ko'p foydasi tegishni ikki xil yo'li bo'lishi mumkin. Birinchisi, ko'p odamga foydasi tegadi. Millionlab, minglab, 100 minglab misol uchun. Mana nimaga odamlar hayron bo'ladi? Nimaga xirurg deydi, $10,000 olay oladi, futbolistlar $1,000,000 olay oladi. Mana Ronaldo millionlab, milliardlab topadi. Chunki u ko'p odamga foydasi tegadi. Butun Portugaliyaga foydasi tegadi, butun davlatning obro'sini, futbol olamiga foydasini keltiradi, butun futbolga qiziqadi odamlar.
reklama organizatsiyalariga, millionlab odamlarga, balki milliard odam uni taniydi, foydasi tegadi shu odamlarga. Qiziqadi, kuzatadi, vaqtini maroqli o'tkazadi, hayajonlanadi. Foydasi tegyaptimi? Tegyapti. Kamdir, kichkina foydasi tegyapti, lekin ko'pchilikka, juda ham ko'pchilikka. Shoirlar, yozuvchilar, olimlar, shu futbolistlar, sportsmenlar, mana shu insonlar hammasi foydasi ko'p odamlarga tegadigan odamlar. Ikkinchi turi kamchilikka foydasi tegadi kam odamga, lekin katta foydasi tegadi. Juda ko'p. Ya'ni misol uchun xirurg, yurakni kardioxirurg deymiz, yurakni operatsiyasini qiluvchi xirurg. Butun umr davomida 500 ta odam operatsiya qilar. Lekin shu 500 ta odam uni butun umr eslab yuradi. Ya'ni mani shu hayotimni saqlab qolgan, yuragim infarkt bo'lganda, insult bo'lganda yoki porok bo'lganda borganimda operatsiya qilib qolgan, qutqarib qolgan. Yoki avariya bo'lganman, hushimni yo'qotganman, o'sha tez yordamdagi mani sun'iy nafas berib saqlab qolgan. Yoki hammani o'zini xos ustozi bo'ladi. Men shu og'anab, yiqilib, yo'q bo'lib ketib, bo'msh bo'lardim, shu odam bo'lmasa, shu odam saqlab qolgan mani. Ko'p odam emas, lekin kimgaki foydasi tegan bo'lsa, juda ko'p foydasi tegan. Endi ikkalovining kombinatsiyasi bor qisman. Ko'p odamga ko'p foydasi tegishi mumkin bo'lgan odamlar, shuning uchun ham ko'pchilik qadrlaydi bu insonlarni. Kichkina bir rahbar bo'lishi mumkin, kattaroq rahbarlar bo'lishi mumkin kompaniyadagi, podshohlar, hokimlar, ko'pchiligi ko'p foydasi tegadigan odamlar. Shuning uchun nimaga podshohning oyligi shuncha, nimaga bunga qasr, nimaga bunga imkoniyat, nimaga bu qaror, nimaga xohlagan ishini qiladi? Agar odil bo'lsa, u insofli podshoh bo'lsa, insofli hokim, insofli rahbar, adolatli bo'lsa, ko'p insonga ko'p foydasi tegadi. Shuning uchun shunaqa. Endi bitta narsani bilishimiz kerak. Men foydam tegmayapti. Men bo'ldi, bir tiyinga qimmat foydam yo'q, bekorchi bir bayga o'xshagan odam ekanman deb o'ylamasligimiz kerak. Mashhur bir Hind adashmasam o'sha faylasuf deylik. Faylasufning gapi bor edi. Shu gapni shu joyda keltirib o'tamiz. Siz bo'sh chelakdan quya olmaysiz. Radhanat Swami. Bu endi iqtibos ichidagi iqtibos. Siz atrofga foyda keltirishingiz uchun bir chelakdan suv quyishingiz uchun u chelagingizni ichida suv bo'lishi kerak. Ya'ni foyda keltirish uchun avvalambor siz o'zingizda bir nima bo'lishi kerak. O'tirib o'ylang, nima bilan foyda keltirmoqchisiz? Oilangizga mayli, birinchi. Farzandlaringizga, ota-onangizga nima bermoqchisiz? Ota-onam puldan qiynalganman, shu pul beraman bularga. Ha, o'zingizda bo'lishi kerak demak. Do'stlarim juda qiynalgan, mana hammasi bir bechara bolalar, oilasi ham oddiy oiladan pul bilan yordam beraman, imkoniyatlar qilib beraman. Bo'ldi, davay, bo'ldi, siz demak pul yig'ishingiz kerak. Ya'ni siz chelagingizni suv bilan, sizni suvingiz shu bilan to'ldirasiz. Yo'q, bizda pul yaxshi, bizda shu ilmga e'tibor yo'q-da, o'qimagan bizda oilalar, shu ilm bilishmaydi, kitob o'qishmaydi. Unda ilm berishingiz kerak. Siz yaxshi oiladansiz, oilangiz imkoniyatlari yaxshi degan ma'noda shu, imkoniyatlari yaxshi, lekin ilmi kamroq. Bo'ldi, siz demak ilm yig'ishingiz kerak. Ilm berish uchun chelagingizda suv bo'lishi kerak. Qanaqa qilib o'zingizni olib turib menga bo'sh stakan beringlar bo'ldi. Unda adarsiz, hech narsa berasizmi bo'sh stakan? Bo'sh stakan bering. Bering, men ichaveraman. Bo'sh stakan bor. Shunaqa Tesla o'tkazib turaman-da, eshityapsizlarmi yo'qmi? Mana gulingizni sug'ormoqchisiz. Ho'l bo'ldi. Mayli, qolmadi. Hech nima yo'q. Ichida borini to'kasiz-ku, balki topkur gulni sug'ormoqchi bo'lsangiz, bo'lsa tushadi, bo'lmasa tomchilar tushadi hozir bizda tushayotgandek. Endi bundan nimadir qo'yilish uchun bunga ham nimadir qo'yish kerak. Borib olib kelasiz gullardan, katta joydan. Ilm bermoqchimisiz, ilm olasiz borib. Pul bermoqchimisiz, yordam, imkoniyatlar oshmoqchimisiz, borib pul topasiz. Tajribam bo'lashaman, tajriba yig'asiz unda. Tanish bilishlaringizni bermoqchimisiz, tanish bilish orttirasiz o'zingiz. Xuddi shunaqa. Demak, nima bilan bo'lishmoqchi bo'lsak, nima foyda keltirmoqchi bo'lsak, biz o'sha narsani yig'ishimiz kerak bo'ladi, resurslarni yig'ishimiz kerak bo'ladi. Endi shart emas aka, foyda berish, foyda keltirish, meva berish. Men mevasiz daraxt bo'lib yuraman. O'sha mevaga ketadigan energiyamni, suvimni, karbohidratimni men ichimga yig'aman, baquvvat bo'laman, zo'r bo'laman. Ha, zo'r bo'lasiz, balki topkur, lekin hayotingiz ma'nosiz bo'ladi. Men shunaqa insonlarni ko'p ko'raman, doim uchrataman. Ma'no yo'q. Ma'no qayerdan keladi desa, sizdan jamiyat, insonlar, atrof muhit foyda olganda keladi. Sizdan insonlar rahmat deganda, sizga shukr deganda, sizga bir minnatdorchilik bilganda, sizda bir ma'no paydo bo'ladi. Orqaga qarashda shuncha odam bizni deb yaxshimidi, ilmli, biz sabab ilmli bo'lib qoldi. Shuncha odam to'g'ri yo'lga yo'naldi, hayotini o'zgartirdi. Shuncha odam pul topyapti, mana shuncha odam ishli bo'lyapti, shuncha odam kitob o'qishni boshladi. Shuncha odam bo'l deganda 3 ta odam ham bo'lishi mumkin. O'zingiz farzandlaringiz ham bo'lishi mumkin. 300 ta odam ham bo'lishi mumkin. Farqi yo'q.
yoki shuncha odam kambag'allikdan chiqdi. Bu shuncha odam siz o'zingizni ota-onangiz bo'lishi ham mumkin. Eng kami. Ko'pini aytmayapman. Millionlab odamlarga foyda berish bu oxirida, ya'ni yo'limiz oxirida turadigan narsa. Eng kamini aytayapman men hozir. Va lekin biling, to'ldirdingizmi chelakni, u chelakni keyin qo'yamiz. Bo'lishi uchun to'lashyapmiz. Biz o'lib ketamiz. Bizdan hamma narsa ustimizga, kiyimimizgacha qo'yib qo'yishadi-da. Shu chelakni to'ldirishdan maqsad keyingilarga qo'yib ketish. Eng kamida oilamizga, eng kamida farzandlarimizga, avlodimizga, keyin boshqalar atrofimizga ham kattaroq bo'lish kerak maqsadda. Ya'ni atrofimizga, do'stlarimizga, jamiyatimizga, millatimizga, dunyoga. U savol bermoqchimi, keyin o'zingiz aytib qoldingiz. Chelakni to'ldirish haqida keyin gaplashamiz. Chelak nima bilan to'ldirmoqchisiz? Birinchi bilim turadi. Uni keyin dars gaplashamiz. Birinchi bilim turadi. Bilimni amalda qo'llasangiz nima bo'ladi? Skill bo'ladi. Skillni qo'llasangiz nima keladi sizda keyin? Yo'q, mana misol. Birinchi chelakni bilim bilan to'ldirasiz. Teoriya, bilim bilan. Bilimni amalda qo'llasangiz nima degani bu? Amalda qo'llangan bilim skill deyiladi. Xo'p, skillni qo'llashni boshlasangiz nima yig'iladi sizda? Tajriba yig'iladi, reputatsiya yig'iladi, tanish yig'iladi, to'g'rimi? Keyin mana tanish, pul yig'ildi. Buni hammasi ulanadi, sizni anaqangizga ulanadi. Sizni leverage deymiz, o'sha richagingizga ulanadi. Chelakinggiz to'ldi. Endi bir nima ish qilmoqchi bo'lsangiz, shuni hammasini yo'naltirasiz shu yerga. Tanishingizni ham, pulingizni ham, bilimingizni ham, skilllaringizni ham shuni yo'naltirasiz. Istalgan narsa. Birinchi bu ishlarni chelakni to'ldirish kerak. Tanish qanaqa o'tiriladi? Tuzuk odam bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, tuzuk bo'lishingiz kerak. Misol uchun. Ha, shunaqa. Siz o'zingiz darajangizdagi odamlar bilan rostdan teng tanish bo'la olasiz. Boshqa iloji yo'q. Lekin ularga teng tanish bo'lish uchun, demak, ularga teng resursingiz bo'lishi kerak. Resurs bu hamma narsa, o'sha pulingiz bo'lishi mumkin, vaqtingiz bo'lishi mumkin, bilimingiz bo'lishi mumkin. Demak, resursingiz bo'lish uchun sizda ko'nikma bo'lishi kerak. Ko'nikmani orqasidan yig'iladi resurs. Boshqarish ko'nikmasi bo'lishi mumkin, pulni boshqarish, odamlarni boshqarish, mana video montaj qilish, video olish, production qilish. Bu ko'nikma qachonki bilimni amalda qo'llaganingizdan keladi. Demak, birinchi bo'lib bilim chelagini to'ldiriladi. Bilimni amalda qo'llasangiz skill bo'ladi. Skilllarni ishlatsangiz tajriba yig'iladi. Tajriba yig'ilganingiz hisobiga odamlar sizga ishonishni boshlaydi. Plus yig'iladi. Kimlarnidir taniysiz, plus bo'ladi. Endi sizda ba'zi kattaroq loyihalarni qilishni boshlaysiz, vaqt o'tadi. Bu keyin reputatsiyaga aylanadi. Ya'ni Jahongir bilan nimadir assotsiatsiya bor. Jahongir mamlaqiy inson. Va shu mavzuda sizga murojaat qilishadi. To'g'ridan to'g'ri, o'ylamasdan. Uzoq yilga ketadi. Yo'q, skillni ishlatish kerak-da. Skillni odam bilan tanishishga ishlatish kerak. Yoki pul yig'ishga ishlatish kerak. Yoki tajriba yig'ishga, uchalovidan bittasini yig'ishga ishlatish kerak. To есть u skill o'zi kam. Uni keyin ishlatishingiz kerak, siz uni yig'ishingiz kerak u bilan boshqa narsa. Ya'ni uni o'zi kam. Ya'ni siz u bilan mana shu yig'ishingiz kerak-da, nimadirlarni yig'ishingiz kerak. Yig'masa bo'lmaydi-da. Yoki skill bilan boshqa skilllarni yig'ishingiz kerak. Farqi boshqa ko'nikmalarni yig'ishingiz kerak. Ya'ni u konvertatsiya bo'lib ketirish kerak. O'sha joyda to'xtamaslik kerak-da. Oxirida nom qoladi, nom o'zi ishlaydi keyin. Oxirgi etapda shu nom qoladi faqat. U uzoq yilga, 50-30 yil ketadi unga. 30 yil. Rockefeller misol uchun familiyasi bilan juda ko'p narsani hal qilganda. Bu joyda Rockefeller ulushi borsa bo'ldi, odamda shundoq o'zi pulini bergan, ishga kirgan mana shunaqa. Uzoq yil ketadi unga, uzoq, juda uzoq. Lekin ungacha bir-biriga konvertatsiya bo'lib ketaveradi. Boshida bilim turadi. Bilim qo'llaysiz, ko'nikma bo'ladi. Ko'nikmani endi nimagadir yo tajribaga aylantirasiz, yo tanish orttirasiz orqasidan, yo pul orttirasiz orqasidan, yo jamoa orttirasiz. Nimagadir aylantirishingiz kerak. To есть keyingi etap doim. Avvalgini keyingi etapda o'tganda birinchisida, mana misol uchun siz mana hozir operatorlikni bilmaydi, keyin misol ko'nikma qildingiz, keyin ko'nikmani siz tajribaga aylantirib olasiz, lekin mamyoda yangi etapni boshlayverasiz, misol menejerlik. Menejerlik bilim etapida turaveradi. Bir-biriga qo'shib ketaverasiz-da. Oxirida baribir nimadir resursga aylanish